Endi nima qilamiz Alisher aka, iltimos uxlab qolmang, turing Alisher aka, iltimos. Alisher aka. Alisher aka. Uyg'oning. Alisher aka, turing. Iltimos Alisher aka. Bo'la qoling Alisher aka. Ketishimiz kerak. Turing. Iltimos ketaylik. Tezroq ketishimiz kerak, bo'ling. Bo'la qoling. Qoling. Tezroq. Alisher aka. Tezroq yuring. Bo'la qoling. Alisher aka. Turing, ular kelishyapti. Turing. Yot bo'ling. Ketdik. Iltimos tezroq yuring. Alisher aka, qo'lingizni bering. Qo'lingizni bering. Iltimos. Bo'la qolsangchi. Afsonaning davom etishi. Giyohvandlik oqibatida tug'ilgan ruhiy kasal. Yovuz.
genetik mutant. Bugungi kunda dunyo miqyosida ko'plab insonlar giyohvandlik oqibatida hayotdan ko'z yummoqda. Giyohvand moddalarni iste'mol qilish nafaqat insonning o'ziga, balki atrofdagilarga va hattoki kelajak avlodga ham jiddiy xavf tug'diradi. Bugun sizlarga hikoya qilib bermoqchi bo'lgan voqeamiz ana shu narkotik modda ta'sirida dunyoga kelgan va uning organizmida genetik mutatsiya jarayoni yuz bergan ikki maxluq haqidadir. Ushbu film aynan giyohvand moddalarni iste'mol qilgan shaxslar emas, balki ularning xatolari oqibatida shu kimsalarning zurriyoti bilan ro'y berishi mumkin bo'lgan mudhish voqea haqida hikoya qiladi. Barno siz bilan suhbatlashgani kelishdi. Ehtiyot bo'ling. Mumkinmi? Bemorni olib keldim. Kiravering. O'tiring. Xo'sh, boshidan tinchlanib gapirib beringchi. Bo'lishi mumkin emas. Ular u yerda qolishgan. Men hech narsa qila olmadim. Men ularni qutqara olmadim. U bilasizmi qanaqa? U odam emas, u inson emas. Uni qiyofasi faqat inson. Ikkita oyog'i bor, ikkita qo'li bor, lekin yuzi bilan qo'rqinchli. U haqiqiy maxluq, iltimos, yordam beringlar. U yerda Kamola bilan Sherzod qolib ketishdi. Iltimos, va'da bering, ularni qutqarib kelamiz deb. Yo bo'lmasa men bu yerdan chiqib ketib, ularni borib olib kelishim kerak. Bo'pti, menga qarang, singlim. Biz u joylarni juda yaxshi bilamiz. Borib, o'zimiz qidirib yordam beramiz. Siz yaxshilab o'ylab gapiring. Kim kimni o'ldirdi? Shoshmang yoki tinchgina to'g'risini aytib bo'yningizga olganingiz yaxshi emasmi? To'g'ri. Gapim rostga o'xshamayapti, lekin to'g'ri gapim rost, lekin bechora kursdoshlarim, o'rtoqlarim, Sevinch bilan Sharof, Umid, Zilola bilan Bobur, Boriyam qanday xursand edi, institutni tugatdim deb qayerdan ham u yoqqa bordik. Menga qarang. Nega aynan o'sha toqqa chiqdinglar? Boshqa yerda dam oladigan joylar yo'qmi? O'zbekistonda dam oladigan joylar ko'p-ku, ha? To'g'ri aytyapsiz. O'zbekistonda ko'p joylar bor, lekin
aynan o'sha yerga bordik. Axir yozuv bor edi-ku, u yerga borish mumkin emas deb. Iltimos, yordam. Menimcha bularni yovvoyi hayvonlar yegan bo'lishi mumkin. Menimcha ham shunaqa. Bular yovvoyi hayvonlarga ro'baro bo'lgan shekilli. Qaysi gunohlarim uchun shuncha jazo? Men uydagilarimni sog'indim. Uyga ketkim kelyapti. Axir men jinn emasman-ku. Nimaga siz jim o'tiribsiz? Nimaga bularga tushuntirmaysiz? Nimani aytishim kerak yana? Axir men hamma narsani rost gapirib bergan bo'lsam. Axir bu yerda katta qilib yozilgan-ku, mumkin emas. Kirish, aylanish bu yerlarda taqiqlanadi deb katta harflar bilan yozib qo'yilgan-ku. Javob bering. Nega bordinglar? Ishonmayapsiz. Siz menga ishonmayapsiz. Siz menga ishonmayapsiz. Ha. Bu sog'liqlari joyiga kelmagan shekilli, ha? Hali ham stress holatida. Ha, tushunarli. Menga qarang. Axir men jinn emasman-ku. Nimaga siz jim o'tiribsiz? Nimaga bularga tushuntirmaysiz? 3-marotaba bir xil gapni gapirishingiz. 3 marta chiqib keldik tepaga. Hech qanaqa maxluq, hech qanaqa hayvon yo'q. Bo'lmaydi, bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bor deyapman. Nimalar deyapsiz? Bizni boshimizni qotiribsiz. Bor, men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Axir o'zim ko'zim bilan ko'rgan narsamni qanaqa qilib yo'q deyman? Nimaga menga ishonmayapsiz? Bo'ldi, Axir tushunarli. umidni o'ldirgan, sevinch bilan buni davolash sharobni kerak. o'ldirgan. Nimaga ishonmaysizlar? Doktor, tushunarli. Buni holati yaxshi emasga o'xshayapti. Tezda davolash kerak. Yordam beringlar, iltimos. Ayting, olib chiqib ketsin. Iltimos, yordam beringlar. Nega ishonmaysiz? Iltimos, qo'yvaringlar, meni qo'yvaringlar. Men uyga ketgim kelyapti. Qo'yvaringlar. Uyga ketaman. Uyga ketaman. Qo'yvaringlar. Salom, kechirasiz. Shu bola kerak edi. Taniysizmi? Ha, ana to'g'rida shug'ullanyapti. Aha, rahmat. Kechirasiz. Kamol sizmisiz? Ha, menman. Gaplashib olsak bo'ladimi? Meni ismim Aziza, Bo'riyaning singlisi bo'laman. Siz qo'shiqchi Sherzodning akasi bo'lasiz, shunaqami? Ha. Kechirasiz. Bo'lib o'tgan ishlarni esingizga solmoqchi emasman, lekin muhim ishim bor. Xo'sh, nima xizmat? Meni bu yerga kelishimdan maqsad biz hamma harakat qildi, lekin hech qanday natija bo'layotgani yo'q. Odam suvsizlikdan bir hafta, boringki 10 kun yashashi mumkin. Ochlikdan esa 1 oygacha. Mana bo'lib o'tgan voqealarga ham 1 oy bo'ldi. Hech qanaqa natija bo'lgani yo'q. Kamol aka, meni ko'nglim sezyapti. Ular tirik. Agar hammamiz birlashsak, qandaydir natija bo'lishi aniq. Ey, men u yerga allaqachon borganman. Lekin ularni topa olmaganman. O'qidiruvchilar professional mutaxassislar. Siz bilan biz-chi? Kimmiz? Hamma o'zini ishini qilish kerak. Xo'sh, siz qanday yo'l bilan topmoqchisiz ularni? Agar hammamiz birlashsak, imkoniyat kuchli bo'lishiga ishonaman. Yo'q demang, iltimos. Faqat siz qoldingiz, qolgan hamma rozi bo'lgan borishga. Vaqt ketyapti, tezroq harakat qilish kerak. Negadir ularning tirikligiga men ishonyapman. Iltimos, yo'q demang. Bitta siz qoldingiz.
Hamma ishonchimiz sizdan. Yo'q demang, iltimos. Biror imkoni bordir. Axir ular bizni ham yaqinlarimiz. Sizni ukangiz, meni akam, qolganlarni ham yaqinlari. Birlashsak, menimcha imkoniyat kuchliroq bo'ladi. Yo'q demang, iltimos. Ertaga soat ertalab 10 da yig'ilyapmiz. Yo'q demang. Yo'q dedim-ku sizga. Men baribir bormayman. Bilasizmi? Vijdonsiz odam ekansiz. Insofingiz bormi o'zi? Axir ukangiz-ku, to'g'rimi? Agarda ozgina bo'lsa ham vijdoningiz qiynalsa, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilarsiz. Salom. Salom, Men yaxshimisiz? Sharafning singlisi bo'laman. Ismingiz nima edi? Malika. Aha. Assalomu Chiqing. alaykum. Va alaykum. Salom. Salom, yaxshimisiz? Kim bo'lasiz? Men Kamolani opasiman. Ismingiz? Mushtari. Chiqa qoling. Rahmat. Salom, yaxshimisiz? Salom, yaxshimisiz? Nega oyog'ingizga ip bog'lab oldingiz? Bilmadim, onam yomon ko'zdan asraydi dedilar. Nahotki u yomon ko'zlardan asrasa? Axir bu shirk-ku. Bilmadim. Demak, necha kishi? Salom, Assalomu alaykum. men Firuzani akasiman. Ismingiz? Farhod. Farhod. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Chiqavering. Xo'p. Hormanglar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Kutib Salom. qo'ymadingmi? Yaxshimisizlar? Bu kim? Bu ukam ertalabdan beri boraman deb turib oldi. Yoshingiz nechida? Faqat o'zingiz ko'z quloq bo'lasiz. Aha. Bu yerda hech kimni ukasi, singlisi yo'q. Kichkinalarni olmayapmiz, xo'p? Eshitdingmi? Chiqing. Chiq mashinaga. 1 2 Ya, assalomu alaykum. Hormanglar, hormanglar. 6 7 8. Qalaysiz? Siz Yaxshimisiz? Azizamisiz? Ismingiz nima edi? Men Sevinchi ukasiman. Sevinchning ukasi? Kamron Ismingiz? ismi. Kamron. Chiqing Kamron. Xo'p, sog' bo'ling. Qalaysizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Demak, Senga o'zim qilaman, bo'pti. Salom aytsa, Salom. yaxshimisiz? Kech qolmadimmi? Yo'q, endi ketamiz. Allo. Asad bo'pti. Demak- Aziza. Ho, Ukam olsam maylimi? Uyda yolg'iz. ukangiz necha yosh? 13 yosh. Kichkina. Albatta yo'q. Biz toqqa o'ynagani ketmayapmiz. Mana hozir hamma keldi, hech kimni singlisi, ukasi yo'q. To'g'ri tushunarsiz. Allo. Aha, qara Asadbek. Kartoshka bilan Yana bir qor kishi. qo'yganman. Turib bemalol nonushta qilib olishim. Keyin ketsak bo'ladi. Xo'p, bo'pti Asad, mayli. Uzr. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshimisiz? Endi yosh bolada, to'g'ri tushunasizlar. Singlim, tez keta qolaylik. Hali abitgacha yetib borishimiz kerak. Keyin sizlar ichkariga olib kirib qo'y deyapsizlar. Hali meni u yoqdan qaytib kelishim bor. Bo'la qolinglar tezlar, vaqt ketyapti. Ketamiz hozir. Bitta odam kelish kerak Kelsa edi. kelmaydimi tezroq? Bo'la qoling, vaqt ketyapti. Xo'p, xo'p. Telefon qiling. Aha. Naboda. Allo. Siz bilmaysizmi otlarini? Bu qizni Asadbek, nimaga tushunmaysan? Uf. Hozir to'xtab tur, so'raychi. Aziza. Ukam avvalilik yo'l emas. Iltimos, mana men bola bilan sherik bo'lib ketadi. Ha, mayli. Xo'p, rahmat. Tezroq ketsak bo'lardi. Tezroq keting. Ketsa ham bo'lardi. Rostdan ham qachon ketamiz? ketamiz. Kutganimizga ancha bo'ldi-yu. Ketamiz hozir. Bo'ldi, ketdik. Hey! Hey, hey!
Aka, tezroq yuring. Shu mashinaga yetib olaylik. Iltimos aka, mana shu mashinaga yetib olaylik. Bunaqa emas aka, meni birinchi tashlab qo'ying, men bilmayman. Ey, menga qara, qanaqa bo'lasan o'zi? Bitta gapga tushunasanmi? Mana, mashina ketyapti. Shu mashinaga yetib olay, tushib qolaman. Meni birinchi tashlab qo'ying, men bilmayman. Ey, menga qara. Yetib olay deyapman. Nahot bitta gapni tushunmaysan sen? Bo'ldi aka, bo'ldi. O'rtoqlar, biz dam olishga ketmayapmiz. Nima uchun ketayotganimiz menimcha hammaga ma'lum. Ha, bilamiz. Hozir kim shu yerdaligini bilib olishimiz kerak. Xo'p. Kamron, Ketdaman. yaxshi. Umri va Malika. Shu yerdaman. Shu yerdasiz a? Yaxshi. Saidov Farhod. Shu yerda. Juda soz. Zufarov Ulug'bek. Shu yerda. Shu yerda. Ko'pchilik bo'lib ketyapmiz shekilli. Mushtariy shu yerda. Demak, Ali va Shahnoza ham Ha, keldi. shu yerda. Faqat Kamol qoldi. Mana yetib keldi. Ey, to'xtanglar. To'xtanglar. Aytgan odamingiz kim? To'xtang, to'xtang. Sizga qo'lini ko'taryapti. Qarang. Bo'ldi, o'ting endi, o'ting. To'xtatang. Chetga olib to'xtang. Voy, akajon to'xtang. Kamol keldi. Hop, mana singlim to'xtadim. Katta rahmat sizga Hop. aka. Rahmat. Ey, menga qara. Odam sal sabrli bo'lish kerak. Qo'y aka, Mana yo'limiz shu yerda tushib qolar ekansan o'zi. yo'limiz bir ekan aka. Mana men bu aptekada ishlayman. Uzr aka, uzr. Ey. Senim 1 minut. Lirika bormi? Bizda unaqa narsalar sotilmaydi, mumkin emas. Andatrachi. Aytdim-ku, mumkin emas unaqa narsalar. Top bering senim, qancha bo'lsa ham beraman. So'rab bering. Ismat, bu yoqqa qarab boring. Hozir qo'raman. Assalomu alaykum. Yaxshimiz? Yaxshimiz. Lirika kerak edi. Yo'q unaqa narsa, yo'q. Andatrachi.
Barno aytib bergan voqealarni eslasam, yuragim orqaga tortib ketyapti. Agar shu gaplar rost bo'lsa-chi deb. Uni men ham eshitganman, ishonish qiyin. Odam o'ta chanqoqlikdan yoki ochlikdan ko'ziga gallyutsinatsiya ko'rinar ekan. Gallyutsinatsiya? Bu nima degani? Gallyutsinatsiya degani odam og'ir holatda ko'ziga har xil narsalar ko'rinadi. Xullas, hayotda bo'lmaydigan narsalar ko'rinar ekan. Manzaralar ko'rinadi. Shu sababli Barnoga ham shu tashxisni qo'yishibdi doktorlar. Shuning uchun u yerda yotib davolanyapti. Ha, aytgancha, Barnoning ota-onasi shifokorligini bilarmidingiz? Ha, shunga hayronman-da. Bolalar shunaqa zerikib, siqilib, bir-birimizga qarab o'tiraveramizmi? Bundoq sho'xro ashula qo'yib o'ynaylik. Kamron, yaxshi fikr. Fikringizga qo'shilaman. Bolalar, qo'shilamizmi? Zo'r gap. Ha, Farhod, juda ham zo'r bo'lardi. Ko'tariladi. Endi men bilasiz, men to'g'ri gapiraman-ku. Ha, men qo'shilaman. Shunaqa qilaylik. Bo'ldi, shunaqa qilamiz unda, hozir mana. Zo'r g'oya bo'ldi. Menga ham yoqdi. Turinglar. Ey, qo'ysanglarchi. Nima keragi bor hammani bezovta qilib? Kimni bezovta qilamiz? Hayvonlarnimi? Yo'q, sho'x-shabbalarni uyg'otib yuboramizmi? Qo'ysangizchi. Qarang, bolalar yayrashyaptimi? Malika, o'zing o'yna. Tur ana Kamron, sen turg'iz. Lekin men sizni bugun kelmaydi deb o'ylaganman. O'rgatish kerak. Bo'la qol. O'rgansangiz bo'lmaydimi mamma qizlar? Qo'lidan ushlamaysan. Vijdonim qiynaldi. Menda ham vijdon bor. Yo'q. Siz shunaqa gapirdingizki, go'yoki men kelmasam dunyodagi eng ablah odam bo'lib qolardim. Yaxshi. Bor o'tir. Yo'q, qo'ysiz. Tur o'rningdan. Sen o'zing boshlash. Farhod, Yo'q, yo'q. o'zim o'rgataman. O'ynamayman. O'ynavering? Yo'q. Zerikib ketdim. Ha, men ham zerikdim. Bekor ketdim. Xohlasang, futbol komandamiz bor. Qo'shib qo'yish mumkin. Yo'q, men ko'proq boksga qiziqaman. Futbolga uncha qiziqmayman. Ha, aytdim qo'ydim-da. Aziza. Aziza. Hey. Aziza. To'xtang. Aziza. Aziza, to'xtang. Qayerga ketib qolyapsiz, Aziza? Aziza. Aziza. Yordam bering! Iltimos, yordam bering! Barnoning gaplari rost ekan. Aytgandim u sizga. Yordam bering! Aziza? Aziza. Hey, yigitlar.
Bolalar, Aziza yo'q, turinglar. Aziza! Aziza, qayerda edingiz? Aziza, qayerda yuribsiz? Sizni qidirib jinni bo'lib qoldik-ku. Nega indamay ketibordingiz? Ana bu yerda tiniq suv bor ekan. Yuz qo'linglarni yuvasanglar bo'ladi. Aziza, iltimos. Bundan keyin kim qayoqqa bormoqchi bo'lsa, yonidagi sherigini ogohlantirib qo'ysin, xo'pmi? Ortiqcha muammo kerak emas. Kelishdik-a, bolalar? Xo'p. Uzr, boshqa qaytarilmaydi. Uxlayotganinglarga sizlarni bezovta qilgim kelmadi. Hozir plan nima endi? Qayerga boramiz? Yo'lga tushamismi? Shunaqa qilamiz shekilli. Ha? Haligi ovqatlanmaymizmi? Bolani ham qoni ochgandir-a. Yo'l aka ovqatlanib ketaverasan. To'xtanglar. Bunday qilamiz. Xo'p. Mana shu joy. Tasavvur qilinglar, o'zimizning uyimiz. Mana shu yerda hammamiz 2 kishidan bo'lib ajralamiz. Xo'p. Har 2 soatda mana shu yerga to'planib, o'zimizda qanday ma'lumot bo'lsa, bir-birimizga yetkazamiz. Kelishdik-a? Kelishdik. Yaxshi. Bilasizlar, bu yerda antena yo'q. Adashib qolsak-chi? Adashib qolamiz-a? Menga Instagramdan prямой efir qilib yuborasiz. Bo'ldi qiling. Shunaqa ham suyib bola bo'ladimi? Telefonda budilnigi bor, antenasi bo'lmasa ham. Har 2 soatga qo'yib qo'ysanglar, chalganda shu yerda yig'ilamiz. Yo bolalar, eshitinglar. Agar boradigan joyingizga belgi qo'yib ketsanglar bo'ladi. Yosh bola emasmiz. To'g'ri. Xo'p. Kamol aka, bitta taklif. Yosh bolalar shu yerda qolsin. Axir yosh bola-ku qo'rqadi. To'g'ri, oyog'im og'rib ketdi. Ha, oyog'i ham og'riyapti ekan. Mayli. Yosh bolalarni bir o'zini qoldirib bo'lmaydi. Menimcha yosh bolalar bilan kimdir qolish kerak. Bolalar bilan men qolaman. Qoling. Biz shu atrofni qidiramiz. Haligi men Farhod bilan ketsam maylimi? U sinfdoshim edi. Yaxshi, men bilan ketadi u. Men ham sinfdoshlarimni chaqirib olmayman-da. Shahnoza, siz bilan bitta sinfda o'qimaganmizmi? Noboda. Hazillashmang, namchi boshkanasiz. Siz bilan hech kim hazillashayotgan yo'q-ku. Hamma o'zining yo'nalishi bo'yicha boradi. Men Ulug'bek bilan birga ketsam, yaxshi bola, muomalalari ham yaxshi. Keyin mana budilni qo'yishni men sizlarga o'rgataman. 2 soatdan keyin hammani shu yoqqa yig'ib olib kelishga va'da beraman. Men budilni qo'yishni bilmayman. Men bilaman, men kerakli odamman-da, bilsangiz bilasiz. Ko'p gapirmang. Bo'lmasa hamma o'z yo'nalishi bo'yicha tarqaydi. Ketdik. Yur Farhod. Asadbek, Ketdik, Malika. Ma, senga ovqat. Shu yerda o'tirib. Oyog'ing tagida ketamiz. Senga sumkam tashlab ketaman, qarab turasan, xo'p? Hech qayerga ketib qolma. Qimillama. Tushundingmi? Bo'ldi. Ehtiyot bo'linglar. Yaxshi o'tir. Qarab turarsiz. Shahnoza. To'xtanglar, Tezroq bolalar. bo'ling. Men haqiqatan choy ichmasam boshim og'riydi. Yaxshi-da. Sen institutda ham shunaqa eding. Darsda chaynalib o'tirarding. O'shanda ham shunaqa nimjon eding, hozir ham shunaqasan. Sen o'zi har doim men ustidan kulaverasan. Ajab bo'pti. Mayli, xafa bo'lma. Lekin to'g'ri qilasan. Ertalab nonushta qilish kerak. Yengil bo'lsa ham. Menda ham shunaqa. Agar men ham nonushta qilmasam, boshim og'rib qoladi. Ma, unda ishli qol. Rahmat. Keling, menga bera qoling. Charchadingiz-a? Og'ir ekan-ku. Bor ekamni ko'rib qolsam, qanday holatga tushishimni tasavvur ham qila olmayapman. Ish qilib tirik bo'lsin-da. Men ham ukamni sog'inganman. U bilan ko'rishni tasavvur qila olmayman. Xudo xohlasa topiladi. Sherzod! Bu tomonga yuraylik. Mana shu yo'ldan keta qolamiz. Yaxshi. Bolalar, sizlar shu yerda o'tirib turinglar. Men shu atrofni qidirib yuraman. Qayerga ketyapsiz? Tezroq kelasizmi? Tez kelaman, xavotir olmanglar. Xo'p. Shahboz aka! Shahboz aka! Umid aka! Shahboz aka!
Shahnoza, Ha? qalaysiz? Charchab qolmadingizmi? Tomonlaringiz og'rib qolmadimi? Baqirib, oyoqlaringiz-chi? Rahmat. To'xtab turing. Siz bilan gaplashib olaylik. Xo'p. Nima haqida? Sevgi haqidami? Menga qarang. Umid aka. Menga bunaqa uchirma gaplaringizni qilmang, xo'p? Baribir foydasi yo'q. Voy. O'rolmaysiz. Mendan nima xohlaysiz o'zi? Hech narsa. 50 gram viski va bir marta kulib Ey, qo'ysiz. qo'lingizni oling. Kimlarga o'xshatyapsiz meni? Men shunaqa qizlarga o'xshaymanmi? Siz o'ylagan qizlardan emasman. Voy, namuncha o'zingiz maqtaysiz. Menga qarang. Nima xohlaysiz mendan? Bema'ni. Voy. Bilmasangiz, bilib oling, tushundingizmi? Bo'ldi. Xo'p, jonim, bilib Ey, oldim siz. jonimlamang meni. Aytayman menga, jinniroqmi bu jonimlamasin? bo'ldi. O'ldirib qo'yma hozir buni. Voy, burningiz jahlingiz ustida turar ekan. bas. Mundoq qo'ring, mundoq qiling. Bo'ldi qilinglar. Ey, qatanam chiqdim sizlar bilan. Uf. Qo'ysanglarchi. Biz bu yoqqa urushgani kelganmizmi? Voy, hazillashyapman-ku. Biz qidirgani keldik bu yoqqa. Qarang, menga hadib qarayapti. Unaqa qilib qaramasin menga. Qaramagin. Mashta, yo'q, men tirik qolaman yoki men bola tirik qoladi. O'ldirib qo'yaman hozir uni. Qiz bola-ku. Qarang, Ulug'bek, jon desachi, podpisчикalarimni eshitganligini bilasizmi Instagramda? Yuziga yozuvchilar ko'p. Bo'ldi, Ulug'bek, mana gapirmadim. Bo'ldi mana. Mana ko'zimni ham yumib olaman. O'chilar bir-biringlar bilan tanishib olinglar. Ulug'bek, Men oddiy aholiman. tavba qildim. Yetishmaydimi deyman. Kamron desam, kamron shekilli. Mana shunaqa ham ketaveraman mana ko'zimni yumib, osmonga qarab. Men sezdim, bunda Sochimni tochni kam. tarab. Ha, kamroq, ozgina emas, anchagina kam. Nima kamligini ham aytaymi? Voy. Bunga baribir ta'sir qilmaydi. Oldinroq yuravering. Faqat to'g'ri ketyapmanmi yo'qmi aytib turinglar. Ha, to'g'ri ketyapsiz. Kelavering. Shaqo. Shahnoza siz deb o'ylayman. Bola. Qaranglar, naryoqda uy bor ekan. Voy. Mashinalar bor ekan, demak odamlar ham bor. Ha? O'rmon tugadi shekilli. Bola. Orqaga qaytaylik. Yo'q, vaqtimiz bor. Sen soatingni qarab ko'r. Vaqtimiz hali yetarli. Biz qidirgani kelganmiz, to'g'rimi? Shunda uyga kiramiz. U bu kim bo'lsa so'raymiz, qaytib ketaveramiz, to'g'rimi? Bilmadim. Qani ketding unda? Menga yoqmayapti. Bolalar, kelishib olaylik. Hozir kiramiz. Agar odam bo'lsa so'raymiz-da, keyin tez orqaga qaytamiz. Axir vaqtdan bo'lib qoldi-ku. To'g'rimi? Mashinalarni qaranglar ko'pligini. Ha, rostdan ham. Namuncha eski mashinalar. Avtosalonga o'xshaydi. Kamron, qaysi birini haydaysan? Ustaxonaga kelib qoldingmi deymiz-da, Ulug'bek. Men mashinalarni qarang, rangi. Bu yerda odam bormi ekan o'zi? Bolalar, qaranglar, mashinaga yo'l bor ekan. Shuncha mashina bor ekan-u, biz nega piyoda keldik? Qaysi yo'ldan kelgan ekan bu? Yaxshi, lekin bu yerga qayoqdan mashina kirgan, men shunga hayronman. To'g'ri gapiryapsiz. Men ham shunga hayronman. Bu ham ajoyib. Bola, balki kirmasmiz. Oyog'im turibdi. Ey, yurursiz-chi? Kim bor? Kim bor? Bu kim bormi bu yoqda? Oho. U uchun uyga kelib qoldi shekilli. Baho qo'ymagandi shu o'qituvchimiz. O'shanda nima qiluvding? Stollariga knopka qo'yib qo'yuvmiding? Esingdami? Yomon bo'lganda o'shanda a degandilar. Ey.
Ovqat yemaysizmi? Yo'q, qornim to'q. O'zi kelayotgan yo'limiz esingda qolyaptimi? Ha, to'g'ri kelyapmiz. Hech qayerga burilganimiz yo'q. Mana shu daraxtga belgi qo'ysak bo'lmasmikin, Farhod? Mana shu daraxt esimizda qolish kerak. Farhod, senga nima bo'lyapti o'zi? Tinchlikmi, yaxshimisan? Malika, Ha, birpas shoshmay tur, men tez kelaman. xo'p. Tushundingmi? Qayerga ketyapsan? To'xta, Farhod. Nima deysan? Iltimos, faqat tezroq chiqin, xo'p? Bu yerlar juda ham qo'rqinchli joylar ekan. Qo'rqma, hozir kelaman. Eshitilyaptimi ovozim? Farhod, tezroq kela qolgin. Juda ham qo'rqib ketyapman. Xavotir olma, hozir kelyapman. Qo'rqmayapsanmi? Malika, hozir boraman. Malika. Eshityapsanmi, Malika? Malika? Bu qanday yo'l bo'ldi? Ha, tog'da mashina yo'lmi? Bunisi qiziq bo'ldi-ku. Yo'qo. Ehe. Oho. Ulug'bek, menimcha biz ovchining uyiga kelib qolganmiz shekilli. Shunaqaga o'xshaydi. Agar Nobodo uy egasi kelib qolsa, men fortikadan qochsa bo'lar ekan. Lekin siz sig'maysiz baribir. Nima? Ko'p gapirmang. Urinmay foydasi yo'q. Tezroq ketaylik, Ulug'bek. Hozir, to'xtab turing. Kamron, men buni qo'yib ko'rmaysanmi? Shohruxxonni deysizmi? Xuddi o'zi. Menga qaranglar. Bolalar, Hov, menga bu yer yoqmayapti. Ketaylik. nega? Bilmayman, yoqmayapti. Balkim shu odamlar yordam berar. Qattan bilasan?
Bu yerda nima bor? Malika! Malika! Ey to'xtang, axir bizlarga joyingizdan qimirlamang deyishgan-ku. Voy, qo'rqib ketyapman. Qo'rqib ketyapman. Nima qilamiz endi? Qo'rqib ketyapman men. Nima bo'lishi mumkin? To'g'rimikin, ha? To'xtang, hech bo'lmasa mushtari opani kutaylik. Bolalar joyida turganmikan? To'xtang. Tinchlikmi? Kimnidir ovozi eshitildi. Men eshitmadim. Balki menga ham shunaqa tuyulgandir. Kim bu? Farhodmi? Bolalar shekilli. Ehtiyot bo'ling.
Hozir shu yoqdan chiqdi. Kelyapti. Bu yoqda. Keling, keling. Shuncha kutdik, hali ham kelishmayapti. Kutamiz, majbur. Ortiq kutolmayman, xohlasangiz yuring, men ketdim. Hey, narsalarimiz qolib ketyapti. Tez qaytamiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Jim. Qo'limni qo'yib yuboraman, o'zingiz bosing. Qo'rqmang. Bo'ldi. Baqirmang, eshitib qoladi. Jim, bo'ldi. Mardon, sekinroq yur. Oyog'im og'rib ketdi. Yuring. Jim. Bolalar, tez ketaylik bu yerdan. Ketdik bolalar, ketdik. O'zingiz bosing. Turing.
Ketdi shekilli. Jim. Jim. Bu yoqqa. Ehtiyot bo'linglar.
Yok. 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 Jim.
Turing. Turing. Kamol aka. Kim bor? Yordam beringlar. Kamron. Farhod. Shahnoza. Shahnoza. Tezroq chiqib ketishimiz kerak. Aziza ichkarida borlama. Olib chiqamiz. Aziza. Voy. Yo'q. Kamol aka. Sabr qil. Chida. Chida Kamron. Tfu.
biroq tirik qoldik. İşte. Lekin qo'yinglarchi. Hammasiga men aybdorman. Men aybdorman. Bo'ldi. O'zingni qo'lga ol. Seni aybing yo'q. Hammasiga men aybdorman. Endi tushundim. Bizni yaqinlarimizni mana shu narkomanlar o'ldirgan ekan.